Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan bilan shu oyda shu bolalarga uychalikni botladik. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga terdik bo'ladi. Bu oyda bergan ehtonimiz 1000 barobar yoziladi. Shu uyga bitta git obersaydam jannatda uylar bo'ladi. Git o'rkim. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 5240 mana shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Birodarlar, shariatimiz siz bilan bizni har kunlik hayotimizda kerak bo'ladigan ko'rsatmalarni batafsil bayon qilib bergan. Uyg'onganda nima deyish kerak, kiyim kiyayotganda nima deyish kerak, ko'chaga chiqayotganda qanday ish qilishlik kerak, qadamma-qadam hamma narsani siz bilan bizga bayon qilib bergan. Taom va sharobni odoblari juda ham yengil, deyarli ko'pchiligimiz buni tatbiq qilamiz va mana shu narsani siz bilan biz tatbiq qilishligimiz farzandlarimizni bizdan ko'rib o'rganishligiga sabab bo'ladi. Birinchidan, taomni barakoti birodarlar ovqatlanishlikdan avval va keyin qo'lni va og'izni yuvishlikda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Termiziy keltirgan hadisda aytadilar: Barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Taomning barakasi undan avval va keyin tahorat qilishlikda, ya'ni qo'lni yuvishlikda, og'izni chayqashlikda. Tahorat degan so'z bu namozga qiladigan tahorat emas. Ovqat uchun tahorat qilishlik degani qo'lni yuvishlik va og'izni yuvishlik bo'ladi. Endi kimdir aytishi mumkin, endi shuni ham gapirish shartmi vaqtni ketkazib? Buni hammamiz qilamiz-ku. Biz uchun oddiy narsa-yu bu qo'lni yuvishlik. Masalan, hojatxonadan chiqqandan keyin qo'lni yuvish, ovqatlanishidan avval qo'lni yuvishlik. Ha, birodarlar. Bu biz uchun oddiy narsa bo'lib qolgan musulmonlarga. Qonimizga singib ketgan. Ammo shunday bir xalqlar bor, nafaqat ovqat yeyishlikdan burun qo'lini yuvmaydi, balki hojatxonadan chiqib ham qo'lini yuvmaydiganlari bor. Yana bular sizga shaxsiy gigiyenadan nima qiladi? Ta'lim beradi. Mana shu avvalgi darslarimizda aytib o'tganmiz. G'arb mamlakatlarida birida katta supermarketning tahoratxonasida musulmon odam tahorat olayotdi. Oyog'ini rakvinaga solib yuvayotdi. Boshqa bir din va boshqa din vakili kirib, haligini ko'rib g'ashi keldi. Ey dedi, bu yer poklik uchun qilingan. Oyog'ini solib bu yerda iflos qilma deydi. Haligi musulmon dinini biladi, e'tiqodini biladi, o'zini pozitsiyasida mustahkam. Shunday qarab turib, xotirjam oyog'ini yuvishda davom etib, senga savolim bor deydi. So'ra. Bir kunda necha marta betingni yuvasan deydi. Ha, ertaban bir marta yuvaman. Kunduzi bir qizib kelsa, isib kelsam bir marta yuvaman deydi. Hali musulmon ikkinchi oyog'ini yuvayotib turib, bilasanmi, bir kunda men bu oyog'imni necha marta yuvaman deydi. Tushunarlimi? Demak, ovqatdan avval qo'l yuvishlik musulmon odam uchun savol emas, bu singib ketgan. Esimizni tanibmizki, ota-onalarimizni bizdan kattalarni shu ishni qilganini ko'rganmiz va bu narsani biz ham qilib kelamiz. Shuning uchun aytamiz, tarbiya berishlikning eng afzal yo'li bu ibrat bo'lish. Biz o'zimiz qilib ko'rsatsak, bolalarimiz albatta bu narsani yuqtiradi. Mana butun olam sog'liqni saqlash tashkilotini bayonotiga qaraganda, har kuni olamda 300 million odam kasalga, yuqumli kasalga chalinar ekan. Sababi qozoi hojatdan keyin yoki ovqat yeyishlikdan avval va keyin qo'lini yuvmaganligi sabab bo'lar ekan. Qarang, payg'ambarimizning bitta sunnati qo'lni yuvishlik. Ovqatlanishdan avval 300 million odam bir kunda har kuni kasal bo'lar ekan.
Yana ana shu ma'lumotlardan statsionar davolanishda yotgan bemorlarning har 10-si turli infeksion kasallarga chalinadi, shifoxonaning o'zida turib. Nima sabab? Qo'lini yuvmaganligi sabab. Rivojlangan mamlakatlarda shifoxonadagi 100 ta bemorlardan 7 tasi chalinar ekan shu yuqumli kasalga. Endi rivojlanmaganroq mamlakatlarda bemorlarda 10% yuqumli kasallikka chalinar ekan, qo'lini ovqatdan avval va keyin yuvmaganligi uchun. Albatta ovqatlangani kelar ekanmiz, qo'limizni yuvamiz. Endi oyoq kiyimiz ushlagan bo'lishingiz mumkin, qo'lingiz har xil devolmidi, boshqa narsaga tekkan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ovqatdan avval qo'lni yuvishlik. Ibn Majah va Bayhaqi Anas ibn Malik roziyallohu anhudan keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Man ahabba an yukthirallohu khayra baytihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu va idza rafa." Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z uyining xayriyatini Alloh taolo ko'paytirishini xohlasa, yaxshi ko'rsa, bas uning tushlik ovqati olib kelinganida ham, olib ketilganda ham tahorat qilsin dedi. Ovqat keldi, avval qo'lingizni yuvdingiz, yeb olib yana yuvdingiz. Uyingizni xayriyatini Alloh ko'paytiradi deyapti. Qaranglarda oddiy narsa. Uyingizda xayriyat ko'p bo'lishini xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qo'lingizni yuving ovqatdan avval, qo'lingizni yuving ovqatdan keyin. Ikkinchi odobi ovqatlanishdan avval tasmiya aytishlik, yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud va Termiziydan keltirilgan hadisda aytadilar: "Iza akala ahadukum falyadhkur ismalloh." Birortalar ovqatlansanglar, Allohning ismini zikr qilinglar. Fa in nasiya an yadhkura ismalloh fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi va akhirih. Endi birortalar ovqatda avvalida bismillah deyish esdan chiqib qolgan bo'lsa, bismillah deyish esdan chiqib qolgan bo'lsa, ovqatni yeb bo'lgandan keyin avvaliga ham oxiriga ham bismillah deb qo'ysin dedilar. Tasmiyani ma'nosi birodarlar, Allohning nomi bilan ishyapman bu suvni yoki ovqatni. Yana Alloh taolaning ne'matini birodarlar eslashlik. Bismillah deb qo'yishlik. Endi bizga bismillahirrohmanirrohim deb o'rgatishgan, lekin bismillah deb qo'ysa ham mana shu tasmiya bo'laveradi. Bismillahirrohmanirrohim degan vaqt ketadigan bo'lsa, nima ekan? Bismillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati shunday bo'lgan. Rasululloh qachon biror narsani yesa, ichsa, alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Bizlarni yedirib, ichirib, musulmonlardan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Uchinchidan, oldimizga qo'yilgan ovqatni maqtamaslik va yomonlamaslik. Qarang, muhtasham bo'lmas ekan. Olib kelingan ovqatni yomonlamaslik va uni ortiqcha maqtamaslik. Oysha onamiz aytadilar: "Ma zamma ta'aman qat." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamagan. Shunday odamlar bo'ladi. Albatta bir narsa deydi-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib ketibdi, tuzsiz bo'lib qolibdi, yaxshi qaynamabdi, dam yemabdi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati u zotning oldiga bir ovqat olib kelinsa, yoqsa yeganlar, yoqmasa chekiga surib qo'yavergan. Ma zamma ta'aman qat, lakin idza a'jabahu akalahu va in karihahu tarakahu. Imom Muslimdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam hech qachon oldiga qo'yilgan taomni yomonlamagan. Agar yoqtirsa yegan, yoqtirmasa uni nima qilgan? Tark qilgan. Ortiqcha birodarlar maqtab bo'lmaydi ovqat. Yomonlab ham bo'lmaydi. O'zi ovqatni kim yomonlaydi bilasizmi? Ortiqcha maqtaydigan odam yomonlaydi. Asal bo'lib ketibdi-ya, qara-ye. Qiyom bo'lib ketibdi-ya, bunaqa ovqat yemaganmiz. Yo'q, bo'lmaydi. Bu haliga qorinni g'ami bilan, qorinni qulchiligi bilan yurgan odamdan bo'ladi bu narsa. Yedik, alhamdulillah. Oshpazga rahmat. Mazali bo'pti. Yetadi. Yetadi. To'rtinchidan, o'ng qo'li bilan yeyishlik va o'zini oldidan yeyishlik.
Imomi Muslimdan keltiriladi. Umar ibn Abi Salamadan u kishi aytadi. Kuntu g'ulaman fi hijri Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida bir yosh bola edim, kichkina bola edim. Va kanat yadi tatishu fi safati. Qo'lim o'rtaga qo'yilgan tovoqning ustida ovqat ustida aylanib yurardi. Har yerdan olib yeradi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya g'ulam, sammillah va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bola dedi. Bismillah degin. O'ng qo'ling bilan yegin va o'zingni yoningdan yegin. Qarang, Rasululloh ovqatni ustida mana shu yosh bolaga ta'lim beryapti. Shuning uchun uyimizda farzandlarimiz bilan o'tirgan paytimizda ularga ta'lim berishligimiz vojib bo'ladi. Hatto ovqatni ustida ham. Endi ovqat ustida hammamiz ham yosh bolalarimizga ta'lim beramizmi degan savolga hammamiz ham ha deb javob bera olmasak kerak. Nima bor oshxonada? Ha? Nima bor? Televizor bor. Kim keldi dasturxon ustiga? Hamma keldimi, yo'qmi? O'ng qo'li bilan yeyaptimi, chop qo'li bilan yeyaptimi? Chap farqi yo'q. Kim turib ketdi birinchi yeb, ahamiyati yo'q. Nima qilinadi? Tek tur. Yaxshi, hali ovqatda sho'r bo'lgani, shirin bo'lgani ham farqi bo'lmagani yaxshi. Avvalgilar qanaqa edi? Mana yoshi ularimiz aytsin. Hamma kelmagunicha dasturxonga ovqatga qo'l uzatilmas edi. Hamma keladi, ovqat qo'yiladi va katta boshlab berar edi bismillah deb. U yog'idan keyin yoshga qarab ketaveradi. Onasi oladi, katta farzandi oladi va hokazo bo'lardi. Hozir ham shunaqami? Hamma yerda emas endi. Mana deyotganlar bizga da shunaqa demoqchi bo'lyapti bu yerda. Lekin ko'pchilik shu televizorga ko'zi tushganligi uchun, televizor bilan fikringizdagi ovora bo'lib qolganligi uchun qaramay qo'ygan bolalariga. Turib ketdi yeb. Yeb turish bachcha. Tinch qo'yish meni ozgina. O'zi dasturxonning usti bitta madrasa edi, birodarlar. Ovqatlanib o'tirib ota bir hikoyani aytib bersin. Bir hadisni aytib bersin yoki boshidan o'tkazgan ibratli bir voqeani aytib bersa, ovqatning usti o'zi madrasa edi. Agar svet o'chib qolsa. Bilasizmi, svet o'chib qolsa siqilib ketasiz, nimani gaplashasiz? Biz televizor bilan ulfat bo'lib qolganligimizdan televizor o'sa, svet o'chib qolsa siqilib ketamiz. Ne qaraymiz? To'rttami xotin bolamiz? Mana u kim? Masalan 30 yil, 40 yil avvalgi holat bilan dasturxon ustidagi holat bilan hozirgini taqqoslasa, farqni juda katta bo'lib ketganligiga guvoh bo'lamiz. Umumiy qilib olganda, umumiy qilib aytganda, farzandlarimizni tarbiyasiga bee'tibor bo'lib qolganimizdek, ovqatlanishiga ham e'tibor bermay qo'yganmiz. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ey bola, bismillah de, o'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye." 5-odobi tiyanib o'tirib yoki biror narsaga suyanib o'tirib ovqatlanmaslik kerak. Mana shu narsa ham musulmon odobiga to'g'ri kelmaydi. Chunki suyanib olib, tayanib olib o'tirib ovqatlanishlikda ulamolar kibrga ishora bor deyshadi. Yana salomatchilikka ham zarari bor ekan bu narsa. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Buxoriydan, "La akulu muttakiyan." Suyanib o'tirib yemayman degan payg'ambarimiz. Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Ma ru'yan nabiy sallallohu alayhi va sallam ya'kulu muttakiyan qat." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyanib o'tirib ovqatlangani biron marta ko'rilgan emas. Rasululloh hech qachon suyanib o'tirib ovqat yemagan ekan. Undan tashqari, yosh kattaroq odam o'tirgan bo'lsa oldingizda, fazilatli kishi o'tirgan bo'lsa, ilmli odam o'tirgan bo'lsa, suyanib o'tirib olib yeyishlik ham bu beadablik hisoblanadi. Mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga Zaydul Xoyl ismli kishi keldi. Islomni qabul qildi. Rasululloh uning ismini Zaydul Xoyr deb o'zgartirdi. Uni muborakbod qilib payg'ambarimiz aytdiki, qaysi bir kishini menga sifatlashgan bo'lsa, uni ko'rganimda ular sifatlagandek emasligini topganman.
Faqatgina sen bundan mustasno ekansan. Seni qanday sifatlashgan bo'lsa menga shunday ekansan dedi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini o'zini uyiga taklif qildi. Uyga kirganida shu suyanib o'tiradigan yostiqmidi, bolishmidi narsani payg'ambarimiz oldiga uzatdi. Ya'ni suyanib o'tir deb turib bo'yinga bolish yoki yostiqni uzatdi. Shunda hali kishi qarang nima dedi? Sayyidul xalqning uyida turibdi. Rasululloh ruxsat berdi. Ammo hozir musulmon bo'lgan odamning gapini qarang. Vallohi ya Rasululloh, sizni oldingizda men hech qachon suyanib yoki yonboshlab o'tirmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmatdan. Ilm majlisida, masjidda, mana bir salohiyatli kishilarning oldida o'tirganda odobni esdan chiqarmaslik kerak. Endi uzri bo'lsa mayli. Kasal bo'lsa yonboshlab bersin. Betob bo'lsa, beli kasal bo'lsa suyanib bersin, mayli. Lekin sopposoq odam suyanmay, tayanmay o'tirib ovqatlanishligi kerak. 6-dan ovqat ustida gaplashib o'tirishlik. Ovqat ustida gaplashib o'tiramiz biz. Endi albatta gapirish ekan deb to'g'ri kelgan gapni gapiravermaymiz. Foydali gap gapirishimiz kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirganlarida sahobalar bilan gapirardilar. Endi agar jim o'tirib ovqatlanish bo'lsa-chi, hamma jim. Taqir-tuqur yeyapti. Xuddi kim birinchi yeb bo'lishlikda musobaqa o'ynayotganga o'xshaydi. Musulmon odamga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Lekin hozir aytib o'tdik, oshxonaga ham televizor qo'yib olganmiz. Ovqatlanayotganimizda ham uni gapiga quloq solamiz, shuning uchun o'zaro gaplashib o'tirmaymiz. Ovqatlanayotganda o'chirib qo'yaylik. Qaraylik bolamiz qanaqa ovqatlanyapti? Chapillayaptimi? Cho'rillayaptimi? Nima qilyapti? Bundan tashqari alohida o'tirib ovqatlanishlik birodarlar uydagi barakani ketishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir tovoqning ustida odamlar qancha ko'p jamlansa, Alloh taoloning barakati shuncha ko'p yog'adi. Alloh shuncha rozi bo'ladi. Alohida bo'lib ovqatlanishlikda yana bir salbiy tomonlari xotin halajga mashaqqat olib ketadi. Har bittasiga alohida choy damlab kelaverib, alohida ovqat isitib kelaverib, shuning uchun bir o'tirishlikka odatlanishlik kerak bo'ladi. 7-dan mezbonni haqqiga duo qilishlik. Mana endi yedik, mehmonda ichdik. Uni haqqiga bir duo qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Chunki yugurdi, yeldi, biz uchun xizmat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana ma'sur duo. Ovqatlandik, endi haqqiga duo qilamiz. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallata alaykumul malaika. Mana shu duoni yodlab qo'ysak juda ma'qul bo'ladi. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallata alaykumul malaika. Ro'zadorlar sizning huzuringizda iftor qildi. Taomingizni yaxshi insonlar yedi va maloikalar sizga salovat aytdi. Mana shu duoni o'qib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Abu Dovud va Termiziy Anas ibn Malik roziyallohu anhudan keltirgan hadisda aytilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Ubodaning huzuriga keldi. U non bilan yog' olib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yedida uni haqqiga mana shu duoni o'qidi. Aftara indakumus soimun va akala ta'amakumul abrar va sallat alaykumul malaika. Mana endi ovqatlanishlikdagi sunnat bo'lgan amallar avvalida, oxirida bismillah deyish, avvalida bismillah deyish, oxirida alhamdulillah deyish. Ovqatdan avval qo'l va og'izni yuvish, ovqat ustida gaplashib o'tirish, suyanib, tayanib o'tirib ovqatlanmaslik, o'ng qo'li bilan yeyish, o'zini yonidan yeyish, mezbonni haqqiga yoki ovqat tayyorlagan odamning haqqiga duo qilish va ovqatni ayblamaslik va ortiqcha maqtamaslik. Yana ana shu dasturxon ustida, ovqat ustida e'tibor berish kerak bo'lgan narsa ko'proq to'rida o'tiradigan odamlarga tegishli. Ovqat hammaga olib kelinmasdan avval tevadagilar ovqatni boshlab olmasligi kerak. Chunki ko'p kuzatamiz va ko'p odamlardan shikoyat eshitamiz. Sho'rva keladi nonushtada, tevaga keladi birinchi, tevadalar kelishiga boshlaydi. Bular tugatguncha narigilarga kelib ulgurmaydi.
Keyin tepada o'tirganlar nima qiladi? Duo qilaylik deydi. Chunki nariga nonushtaga nima qilish kerak? Ayniqsa hozir shu narsa juda bo'lib ketdi. Nonushtalar ko'p, alhamdulillah. Shuning uchun to'rida o'tirganlar bo'ladimi? Oilani kattasi bo'ladimi? Shu dasturxon ustida o'tirgan katta odam shuni nazorat qilishligi kerak. Hammaga keldimi? Hammaga keldi. O'shuning uchun uydagichi qiz kelinlar ovqatlanmaydi ham o'tirib hamma bilan. Odoblardan yana bittasi, kattalar qo'lini uzatmasdan turib, kichkinalar taomga qo'l uzatmaydi. Farzandlarga mana shu narsadan ta'lim berishlik kerak. Hamma o'tirsin, hamma ovqat kesin, hamma teng boshlasin. Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki: "Kunna idza hadarna ma'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'aman lam nada aydina hatta yabda'u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa yada'u yadahu." Huzayfa aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan dasturxon ustida bir o'tirib qolsak, ovqatga qo'lini uzatmagunlaricha biz qo'limizni uzatmas edik. Demak, mana shu narsa sunnat bo'ladi. Yana bir hadis Imom Muslimdan bu hadis. Kana alayhi salatu vassalam idza akala ta'aman la'iqa asabiyahu thalath. Rasululloh ovqatlanib bo'lganlardan keyin 3 ta barmoqni yalab qo'yardilar. Dasturxon ustidagi odoblardan yana bittasi Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Idza waqat luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yadaha lish-shayton." Payg'ambarimiz aytdilar, agar birortangizning bir luqmasi tushib ketsa, bas uni olsin, tekkan aziyatni ketkazib tozalab yeb qo'ysin. Uni shaytonga tashab qo'ymasin. Chunki bilmaysiz barakot qaysi guruchda edi. Bir tovoq oshda bitta guruchda edi yoki ikkita guruchda edi. Ehtimol tushib ketdi shu. Biz barakot qaysinda ekanligini bilmaymiz. Musulmon odam Alloh taolo unga bergan ne'matlarni qadrlaydi. Ularni xorlamaydi. Ovqatni xorlash qanaqa bo'ladi? Tashlab yuborishlik. Axlatga tashlab yuborishlik. Olib keldi, yedingiz oshib qoldi. Oshib qolganini hayvonga berishlik bu xor qilishlik emas. Yemadingiz, oshib qoldi. Masalan, non edi, ozgina suvga ichilib bir baratroq joyga qo'yib qo'ying-da, qushlar yeb ketadi. Yoki birinki oshdan ozgina qolib qoldi. Idishga solib baratroq qo'yib qo'ying-da, qushlar yeb ketadi. Yoki hayvoni bor odamga olib chiqib bering. Mana shunda ham ajr bor. Paketga tashab turib ovqatda axlatga irg'itilayotganligini guvohi bo'lamiz, birodarlar. Musulmon odamga hech ham bu narsa yarashmaydi. Birodarlar, musulmon odam ovqatni axlatga tashlaganligini ko'rganda qalbi ezilib ketadi. Chunki qancha musulmon yurtlarida ochlik, qiyinchilik, mashaqqatni kattaligidan ovqat topolmayotganlar bor. Birodarlar, Alloh taolo bizga bergan ne'matlarni qadrlasak, ne'mat davomiy ustimizda turadi. Agar xorlab axlatga tashab, noshukrlik qilsak, Alloh taolo olib qo'yadi. Mana ayrim arab mamlakatlarida birodarlar shunday odati bor. Butun boshli tuyani bolasini butun pishirib tovoq olib kelib qo'yadi. Atrofida bir 100 kilo guruch solib qo'yadi. Ko'rgansizlar. Hali hurmatli mehmonga katta tovoqda butun boshli tuyani bolasi butun pishirib olib kelindi. Oladida 100 gram yesa yeydi, yemasa yemaydi. Guruchga og'iz tegadi, qolgan olib chiqib axlatga tashlanadi. Biz oramizda ham yo'q emas. To'y turkin qilgan odamni oshib qolgan ovqatlarini hayvonga olib chiqib bermasdan axlatga tashlaganligini ko'ramiz. O'rgataylik shu narsani bolalarga. Eskilarimiz nonni shunday bir qadrlaganki, yerga tushib kelsa olib, o'pib, peshonasiga chiqarib turib birga qo'yib qo'ygan. Nonni olib turib oldini olib tashlab olayotganlarni ham ko'rib qolasizlar. Bizga yarashmaydi, birodarlar. Musulmon odamga yarashmaydi. Ichimlik ichish odoblari. Suv ichishlik odoblari. Birodarlar, musulmon odam sulukiyatini tartibga keltirsa, ichishini, kiyinishini, yurish-turishini, gapirishini, mashina minishini, tijoratdagi fe'llarini tartibga keltirsa, birodarlar,
Bunaqa odamning ustida Alloh taoloning barakati doimiy bo'ladi. Suv ichishlik odoblari. Bismillah va alhamdulillahni aytishlik avvali va oxirida va 3 bo'lib ichishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Imom Termiziydan: La tashrabu wahidan kashurbil ba'ir. Tuyaga o'xshab bir ko'tarib ichmanglar. Tuya ko'rgansizlar, tumshug'ini suvga shunday tiqadi-da, qorni ishib to'yguncha tumshug'ini uzmasdan ichadi. Bir nafas bilan. Nafas olib turib, tumshug'ini suvdan ko'tarmay ichadi. Payg'ambarimiz bir ko'tarib ichmanglar dedi. Balki 2 ga 3 ga bo'lib ichinglar. Tuyaga o'xshab ichimlikni bir ichishda, bir ko'tarishda ichmanglar. Balki uni 2 va 3 ga bo'lib ichinglar. Agar ichsanglar bismillah deinglar, ko'tarsanglar, tugatsanglar alhamdulillah deinglar dedi. 3 bo'lib ichamiz ekan. Bir kishiga ichimlik beruvdi, bitta ko'tarib ichib qo'ydi. Haliginga 2-3 bo'lib ichish sunnatligini bilmaysanmi dedi. Unda 2-3-sini ham beringlar dedi. Bu biz qo'limizga tekkan suvni 3 bo'lib ichishda aytyapmiz. 2-3-sini ham beringlar dedi. Ikkinchidan, idishni tumshug'idan idishlikdan qaytarilganmiz birodarlar. Unda qana bo'ldi? Qaysi ishimiz? Plastik butilka bilan desak chiroyli bo'lardi. Ko'pchilik ichayotgan idishda birodarlar tumshug'idan ichmaslik kerak bo'ladi. Agar bitta o'zi ichayotgan bo'lsangiz va idish bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda, mayli. Uchinchidan, ichayotgan ichimlikka puflashlikdan birodarlar qaytarilganmiz. Puyda bo'lmaydi. Puyda bo'lmaydi. To'rtinchidan, o'tirib yeyishlik, o'tirib ichishlik ham birodarlar bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siz bilan bizga buyurgan amallaridir. Endi tik turib suv ichayotgan odamni ko'rib payg'ambarimiz o'tirib ichishligini aytgan. Ammo payg'ambarimiz o'zi ham Zamzam suvini Ka'bani atrofida tavof qilayotganlarda tikka turib ichganliklari rivoyat qilinadi, sahih rivoyat. Ammo bu zarurat bo'lgan holatda, o'tirib ichishlikka mutlaq imkon bo'lmagan paytda zaruratdan mumkin. Lekin musulmon odam o'tirib ichishlikka haris bo'lishligi kerak. Chunki payg'ambarimiz mana shu narsaga buyurganlar. La yashrabanna ahadun minkum qo'iman. Sizlardan bittanglar tikka turgan holda suv ichmasin dedi. Chunki tikka turib suv ichishlik birodarlar jigarni kasal bo'lishiga sabab bo'ladi deydi tabiblar. Tikka turib suv ichishlik va bitta ko'tarib ichishlik jigarni kasal qiladi. Payg'ambarimiz ham juda bir nodir holatlarda tikka turib suv ichganligi mana hadislarda keltirilgan. 5-dan kumush va oltin idishdan ovqat yemaslik, suv ichmaslik. Sof oltin va sof kumushdan yasalgan idishda ovqat yeb bo'lmaydi, ichimlik ichib bo'lmaydi. Bu shar'an harom. Ammo tilla suvi yurgizilgan bo'lsa, kumush suvi yurgizilgan bo'lsa bundan mustasno. Chunki sof oltin birodarlar qimmatbaho narsa bo'ladi. Katta pulni to'xtatib qo'yishlik bo'ladi. Agar shu oltindan bo'lgan idishni puli qo'lida mol bo'lib turadigan bo'lsa, aylanadi bu pul. Jamiyatga foyda keltiradi. Bu puldan zakot beriladi. Ammo idish tovoqdan berilmaydi-da. Bunda kibrga ishora bor. Kibrga ishora bor. Man shariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi min nari jahannam. Payg'ambarimiz Imom Muslimdan keltirgan hadisda aytganlar, Ummu Salama onamizdan, kim oltin yoki kumush idishdan ichsa, bas albatta qorniga jahannam o'tini ichibdi. Ya'ni jahannamda o'tidan ichiga yutkazibdi deydi. Bu endi albatta kibr uchun, faxr uchun qilinadigan ish. Oltindan bo'lgan idishda suv ichdik. Palonchini uyini ruchkalari oltindan ekan. Falon poshshoda unitasi nimadan ekan? Eshitib qolasizlar, qara vannasi oltindan ekan. Qani o'sha odam, vannani oltindan qilgan odam? Ketdimi? Vannani oltindan qilgani uchun qiyomatda javobgar bo'ladi. Qaranglarda, bizni tushunchalarimizni, o'lchovlarimizni shu g'arbdan olayotganligimiz uchun ular zo'r deb ko'rsatgan narsani zo'r deb qabul qilyapmiz. Uydagi hamma ruchkalarni oltindan qilib qo'yibdi deydi. Desa havas qilinadi haqiqatan zo'r o'tdi deb. Ya'ni zebu zinat, hashamda, kibrda shu darajaga yetib bordiki, katta mablag'ni idish tovoqqa band qilib qo'ydi.
Oltinchidan, idishni dars ketgan joydan, uchgan joydan ichishlik ham birodarlar shariatimizda qaytarilgan. Uchgan, dars ketgan joydan ichishlik man qilingan. Bu makruh. Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz dars ketgan idishni dars ketgan joydan suv ichishlikdan va puflashlikdan man qilganlar. 7-dan, oshqozonni ovqat va suv bilan to'ldirib olmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi." Odamiy, ya'ni inson bolasi to'ldiradigan eng yomon idish bu uning qorni. Qorni inson to'ldiradigan eng yomon idish. Bihasbi ibn Adama luqaymatin yuqimna sulbahu. Umurtqasini tikka turishiga sabab bo'ladigan ozgina luqma kifoya qiladi inson bolasiga. Qaranglar, mana hozir abed qilmasak bo'lmaydi-da hozir. Ramazonda qaranglar-da, saharlikni yengil qilganmiz, yuraverdik. Iftorda saharlikda ozgina ovqat yeb yuraverdik. Demak, abed oshcha edi ekan. Lekin nima qilmaymiz? Yaxshilab yeymiz. Ko'p yeyish kerak emas, birodarlar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof. Payg'ambarimiz aytadilar: "Fa in kana la budda fa'ilan", agar yeyishi yoki ichishi kerak bo'ladigan bo'lsa, fa sulusu li ta'ami va sulusun li sharobi va sulusun li nafasi. Endi ovqat ishlik shart bo'ladigan bo'lsa, qornining 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga. Taom va sharob odoblari birodarlar shulardan iborat. Tatbiq qilishlik oson. Avvalambor o'zimiz tatbiq qilaylik va bolalarimiz bu narsani o'rgansin. Inshaalloh birodarlar, ijtimoiy tarbiya, ijtimoiy odoblar faslida biz ovqat va sharob odoblarini gaplashdik. Keyingi darsimizda inshaalloh salomlashlik odobi haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Ijtimoiy odoblar darslarida biz taom sharob odobi, salomlashish va izn so'rash odobi, majlis va so'zlashish odobi, hazil odobi, muborakbod etishlik odobi, kasalni ziyorat qilish, ta'ziya bildirish odobi, esnash va aksa urish odoblarini ko'rib chiqamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Mana deganlar, bu ikki jonimiz sizlarni yordamingizlar bilan bo'lyapti. Endi bizga yordam qilgan Usmonjon akalarimiz biz duo qilaylik. Amin. Amin. Allohim menga shu nima ro'yada beraman deb kim hissa qo'shgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin, birlariga ming bersin. Qilgan ihsonlar boshlariga soyabon bo'lsin, sizlarga ham Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Mutabbizda yurgan va bizga yetgan qilgan va bizga yordam qilgan akalarimizni Alloh rozi bo'lsin. Endi ekan sizlarni duo qilib o'tadi. Endi bani menga ekan. Menga bu.